Assalomu alaykum, qandaysizlar, omansizlarmi? Men sizlarga bugun bu Novage krem bo'yicha so'ylab berayin. Kecha videodan emedan ko'rdingiz o'xshaydi, reklamadan mamama oldik, уже ochdik, manaki. Bu yerda shu krem bugungi kunda skidka bilan chiqyapti. Katalog bahasi o'zi bu krem 11500 bo'lchi, hozir bo'lsa 8,5 mingga chiqyapti. 8,5 mingga bu krem o'zi emas, plus duhisi bilan chiqyapti, podarkach. Duhiga Eclat Fema degan yaxshi parfüm chiqadi. Plus bu krem bo'yicha endi bor. Kremda 5 produksiya bo'ladi. Mana birinchisi bu yerda очищающее средство для лица. Bu составында bu это два в одном, то есть тоник и гель, гель и тоник, то есть два в одном. Birinchi produksiya. Ikkinchi produksiya Vacro Glass krem bilasizlar, ko'zning aylanasida qo'yiladi. Ikinci produksiya bu Vacro Glass. Üçüncüsü bo'lsa bunday bo'lgan, so'nggi bo'lgan sivoritka. Sivoritkani sostavida qarasangizlar, o'sha я очень обожаю bu narsani. Bu yaxshi jag'i bayag'i beti qurg'ab ketgan ko'jalar bo'lsa, bu o'sha sostavida mana mayda ichindagilar yuradi-ku, mana bir sapsariq oltin qishqonch. O'sha ko'jangizlarni gladko qilib, ko'jangizlarni normallashtiradi. O'shandaqdan bu sivoritka очень полезно. Bu bizda 3-shagimiz. Andan keyingisi dnevnoy уход, o'shandaylar ночной уход. O'sha 5 produksiya bo'lg'oni 8500 ga duhisi menen. Bu krem bo'yicha da qisqacha aytib turgan bo'lsak, bu kremlarning bardag'ili bizdagi Novage produksiyasining bardag'ili возрастga yarasha bo'ladi. Masalan, 40 plus, 50 plus, mana например, hozir 50 plus. Antivozrastnoy. 40 plusi bor, 30 plusi bor, 25 plusi bor. O'sha kremlarning bardag'i nabor 5 в одном, 5 produksiya men. И plus bu yerda sizlar kremni qo'llanganingizdan uchurda bu где-то первый неделя betingizda qizartishi mumkin, je bo'lsa tulatishi mumkin. Ikki sababi bor. Nega deganda, sizlar bugungi kungacha qancha chiqsangiz, возрастыңыз qancha bo'lsa-da, sizlar krem qo'ydingizlar, je bo'lsa mana ko'chadagi kunning nuri, mashinaning tutunlarida, то есть bizning ko'zamizga ziyonli narsalar bo'lgan, o'shalarni bu ema qiladi, o'ziga adaptatsiya qilganga cheyin какой-то bir moment ema qilishi mumkin. Tulatishi mumkin, je bo'lsa qizartishi mumkin. Biroq bir jumadan keyin o'sha ko'zangizlar so'nim bo'lib, chujutib etib ema qiladi, jiltirab so'nim bo'lib qoladi. И plus tirishlarga da o'ta so'ng yordam beradi. Men o'zim misoli ema qilam, qancha bir oy bo'ldi qo'yganimda, mana ko'zani baqasangizlar, o'sha tozalanib, ashcha budurlar jo'g'olib, ema bo'ladi. Siyqa bo'lib, bunday chiqqan chutga bo'ladi. Bu bo'lsa Murskoyda dele emimiz 4 produksiya bo'ladi. Mana birinchisi gel umывания, ikkinchisi bo'lsa mana sivoritka. Mol bo'lsa uchinchisi Vacro Glass, ko'zning aylanasiga. Mol bo'lsa основной уход. Ночной, дневной jaraveradi. Erkaklarning ko'zasi qo'yroq, qalinroq bo'lgandan ayollarga qaraganda ayirmasi o'shundagina, biroq короче, son rezultat bo'ladi. Tim bo'yi hozir skidka bo'lib o'tadi, harakat qilingizlar, zakaz beringizlar, olingizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman, komandama qo'shilingizlar. Не только kremlar hozir 3000 rublga savdo qila turgan bo'lsangizlar, o'sha Eclat Fem podarkaga chiqyapti. O'shandaqdan qalangizlar, zakaz beringizlar, registratsiya haqisiz, kremlardan olingizlar. O'zingizlar uchun, ko'zangizlar uchun 8500 ayolingizlar, короче. Всем спасибо.